Yo'lda Ra'no yaxshi kayfiyatda Oydindan o'sha odam nimalar deganini so'radi. Qiz Ra'noga darrov yutib yurgan zahrini sochdi. Siz mani qanaqa joyga olib keldingiz o'zi? Qo'rquvdan o'lib qolishimga ozgina qoldi. Nimaga mani unaqa odam bilan tanishtirasiz? Ra'no silkinib kuldi. Bo'ldi, tushundim chirog'im. Ichkilik darrov qoningni qaynatibdi. O'zi sandan rahmat kutib bo'lmasligini sezgandim. Asal qiz, uyingga sog' qaytasan degandimmi? Soppa-sog' qaytarib olib kelyapmanmi? Nima, musiqa yoqmadimi? Yo biror joyingni tishlab, uzib oldimi? Agar bilsang, dunyodagi eng saxovatpesha, qiynalgan sen kabi yetim qizlarni otadek qo'llab, o'qishlariga joylab qo'yadigan odam bo'ladilar bu Mahmud aka. O'zi sendagi sargina chiroyiga burni ko'tarilib ketganlar darrov hamma narsani noto'g'ri tushunishadi. Go'yoki shahar bedarvoza. Bo'ldi, yaxshi gaplardan ol. Mahmud aka senga nimalar dedi? Yaxshisi shuni ayt. Oydin javob bergisi kelmayroq mashina tashqarisiga ko'z tikdi. Chiroqlarga burkangan shahar ko'ziga chiroyli ko'rinib ketdi. Ra'no undan haliyam javob kutardi. Ikkinchidan o'qishga chiqasan dedilar. Bilmadim, bu gapga ishonaymi yoki yo'q. Xo'sh, yana-chi, men aytgan savollarni senga qaysi birini berdilar? Oydin o'ylanib qoldi. Biroz eslashga qiynaldi. Bilmadim. Menimcha, siz aytgan gaplarni gapirmadilar. Ajoyib-ku, buncha mudrab qolyapsanmi? Tetikmisan o'zi? Ozgina ichimlik darrov oyog'ingdan oldimi? Oydinni uyqusi bosayotgan va ayni damda Ra'noning so'zlarini umuman eshitgisi kelmasdi. Bas qiling, charchadim. Haringlayotgan Ra'noga yuzini ters o'girib, Oydin uygacha indamay ketdi. Ra'no esa musiqasini baland qo'yib, yana uning asabini egovlagisi keldi. Uyi yaqinidagi bekatga kelganlarida Ra'no Oydinga $200 uzatdi. Tushunmay turgan qiz qarab o'zicha tushuncha bergan bo'ldi. Ol, kechamizning malikasi bo'lganing uchun senga ekan. Ola qol, biz borgunimizgacha hammaga 50-50 tarqatilibdi. Mahmud aka senga 200 ilinibdilar. Pastga tushib olgan Oydin ikki qo'lini ko'ksiga chanmashtirib, bosh silkib yo'q dedi. O'zing bilasan, juda qaysar qiz ekansan. Lo'la arazlasa, xurjuniga ziyon. Uyingga kira qol unda, talaba. Mashina jo'nab ketdi. Oydin bekat yonidagi do'kondan o'tkir yalpizli saqich sotib oldi. Skameykada o'tirgancha hammasini bitta-bitta ochib chaynadi. Baribir badbo'y is kiyimlariga o'tirib qolgandek tuyular. Xuddi onasi ichkariga kirsa, buni darrov sezib qoladigandek bezovta edi. Eshik taqillaganda Oygul opa anchadan keyin kelib eshikni ochdi. Qiz kirishi bilan oyisining ahvolini ko'rib, beli bertilib qolganini tushundi. Sizga aytgandim-ku shu mebellarni o'zingiz surmang deb. Menimcha divanni siljitish uchun ham birovni yordamga chaqirmagansiz. Ana, gilamning cheti tortilib qolibdi. Oyi, nega bunaqasiz-a? Eting, endi qimirlamasdan. Oygul opa yana boyagi joyiga kelib yotdi. Oydin onasiga doktor chaqirish uchun telefonni qo'liga oldi. Doktor kelib, og'riq qoldiradigan ukol qilib ketgach, Oygul opa sal o'ziga kelib qolganday bo'ldi. Qiziga boshdan oyoq qarab, ijodiy imtihon nima bo'lganini so'radi. Bilmayman, natijasini keyin aytishsa kerak, dedi ichi shuvullab ketgan qiz, o'z xonasiga kirish uchun o'rnidan turar ekan. Voy, o'zingga hushyor bo'l. Birovning shirin gapiga uchma. O'qishga nisbatan nasibang qo'shilgan bo'lsa yaxshi-ku, qo'shilmagan bo'lsa seni turmushga beraman. Qarshilik qilmaysan, dedi onasi izidan eshitarli ohangda. Oydin xo'p deganday bosh silkidi. Bir oyga yaqin vaqt juda tez o'tdi. O'shandan keyin ham Ra'no opa bilan bekat yonida mashinada yana 2 marta ko'rishishdi. Ahmoq qiz, nega yuridicheskiyni yo boshqasini tanlamading? Senga tanla deb imkon bergan ekanlar-ku Mahmud aka, deb koyidi ayol. Bo'laveradi.
Bizga shunisi ham, dedi haliyam Ra'noga achchiq qilib yurgan Oydin. Ikkinchi marta ko'rishganlarida Ra'no nimadir shumlikni boshlagandek sezilar. Shunchaki sendan xabar olish uchun keldim, deb qizni tinchlantirayotgan ayolning ko'zlarida tushunarsiz mehribonchilik ifodasi bor edi. Oydin Ra'noni kuzatib uyga kirganda onasi kiyik ichiga solib tugilgan xira anor qizil rangli kitobni asta varaqlayotgan edi. Qiz bu kitobni onasining qo'llarida avvallari ham ko'p ko'rgan, lekin o'zi ochib biror marta varaqlab ko'rmagandi. Oygul opa kitobni varaqlarkan bir joyda to'xtadi. Ko'zlarini yumib, lablari oz-moz pichirlashni boshladi. Duo o'qiyaptilar shekilli, o'yladi Oydin. Onasi ko'zlarini ochib qiziga tikildi. Oyi, bu Qur'on kitobmi? Siz uni o'qishni bilasizmi? Oygul opa yo'q deganday bosh chayqadi. O'qiy olsam qaniydi? Bu bilishimcha Qur'on emas. Bu yo onamdan, yo onamning onasidan qolgan kitob yoki daftar. Oldinlari kitobniyam, daftarniyam farqlab bo'lmagan. Hammasi qo'lda yozilgan, qo'lyozma bo'ladi deyishardi. Nimaligini bilmasam ham uni ochganimda ichim tinchlanadi. Judayam to'lib turgan paytlarim uni varaqlab, harflarini ustini silasam ko'nglim yorishadi. Oydin qo'l cho'zib kitobni olmoqchi bo'ldi. Onasi uning cho'zilgan qo'liga tars etib urdi. Bu senga hazilmi? Cho'milib chiqib keyin ushlash kerak bu kitobni. Ha, o'zingiz necha marta tugunni tepaga olib qo'y, olib ber derdingiz-ku, o'shanda cho'milib chiqib keyin ushlashim kerakligini aytmagandingiz. Qo'y, vaqti kelganda ochib varaqlaysan. Oygul opa qiziga ortiq tushuntirishni istamayotgan edi. Buni o'qiy olsamgina keyin varaqlayman, oyi. Ungacha qancha qovun pishig'i bor, dedi Oydin oyisi uzatgan kitob tugilgan qiyiqni shkaf tepasiga olib qo'yarkan. Oygul opa keyingi paytlarda o'z-o'zidan paydo bo'lib, yuragini siqadigan g'alati siqlik holatiga tushayotgandi. Hozir ham o'sha holatga bir tushib chiqdi. Mana o'sha kitobni varaqlaganidan so'ng ichi sal yorishdi. Oyi, shundoq institutga borib kelaman. Manda chiqqan deyishyapti. Borib bilay-chi? Bora qol qizim. Yana o'sha eski gaplarni aytaman. O'zingga hushyor bo'l, xo'pmi? Oydin ko'chaga chiqqanida nimagadir o'zining ham ko'ngli ozgina g'ash bo'lgandek tuyuldi. Institutga yetib bordi. Haqiqatda odam ko'p, javoblar chiqqanligi rost shekilli. Qog'ozlar yopishtirilgan doskani yoniga yaqinlashib bo'lmasdi. Oydin bir chetda turgandi. Kimdir o'ziga qarab, kulib yaqinlashayotganini sezib qoldi. Qarasa, hamshahari bitta domda birga yashagan o'zidan 2-3 yosh katta Ilhom aka. Ichi shuvullab ketdi. Ishqilib, shu yerdaligim Narimonning qulog'iga borib yetmasaydi. Shart bo'lib burilib, to'g'ri kelgan binoga qarab yurib ketdi. Ichkariga kirib, oynadan o'sha Ilhomning harakatlarini kuzatdi. Bir chetga chiqib, jim shu tomonga bir-ikki qarab qo'yayotganini aytmasa, ortiqcha biron harakat qilgani yo'q. Ozgina kutdi. Tashqarida odam hali beri kamayadigan emasdi. Xonalarning biridan uzun bo'yli, istarasi issiq bir yigit chiqib qoldi. Yo'lakda turgan pushti ko'ylakli Oydinga avvaliga ahamiyat bermadi. Yonidan o'tish chog'ida to'xtab, "Sizga yordam kerakmi?" deb savol berdi. O'girilib yigitga qaraganda, u juda noqulay ahvolga tushgandek bo'ldi. "Mandatni bilolmayapman, odam juda ko'p ekan." Yigit ozgina yuziga qarab turgach, "Hozir shoshmang-chi", degancha zina tomonga qarab yurdi. 2 qadam yurib, xijolatdan ozgina o'girildi va qaytib kelib, Oydindan uzr so'rab, javob varaqasining raqamini oldi. Keyin sal kulimsirab, "Tushgunimcha ketmay turing", deb tepaga chiqib ketdi. 5 daqiqalardan keyin yigit kelib, unga birinchilar sifatida talaba bo'lganini aytganida, Oydin quvonchdan o'zini yo'qotib qo'ydi.
qushdek uchib uyga qaytarkan tezroq oyisiga xushxabarni aytgisi kelar, yuragi qinidan chiqqudek tez-tez urardi. Oygul opa ham juda sevindi. Shu kuni uyda osh qilishib, ona-bola bu yangiliklarni o'zlaricha nishonlashdi. Oyi, dadam tirik bo'lganlarida bundan rosa quvongan bo'lardilar, to'g'rimi? Oshga qoshiq solishdan oldin xayoliga kelgan gapni onasiga aytdi. Oygul opaning rangi sal o'zgargandek bo'ldi. Yerga qarab, deb qo'ya qoldi. Oyi, dadam qanaqa odam edilar? Nega sizda bironta suratlari ham yo'q? To'g'risi, yoshligimda Nusratilla amakini dadam deb o'ylardim. Shu amaki haliyam qamoqdan chiqmadilar shekilli. Bas qil, nima qilasan o'tmishni kavlashtirib? Undan ko'ra o'zingni o'ylashing kerak. O'qishingni o'yla, qizim. Onasi odatiy shartdagiligini qilgandi. Mana shu paytgacha Oydin necha marta bu mavzuga og'iz ochgan bo'lsa, barchasida oyisi sir boy bermasligini bilib, mavzuni o'zgartirishga harakat qilib kelgan. Hozir ham qizining gapini shart uzib qo'ya qoldi. Gaplashmay ovqatlanishdi. Oydin idishlarni yig'ishtirib oshxonaga yo'l olarkan, Oygul opa uni ortidan qarab chuqur oh tortib qo'ydi. Qiziga o'z sirlarini qanday aytadi? Qaysi yuz bilan aytadi? Kecha borib uy telefoni jiringladi. Ra'no opa ekan. Chirog'im, porlayapsanmi? Talabaliging haqida kimdir eslatmagan bo'lsa, eslatay degandim. Endi bildingmi Mahmud akaning kuch-qudratini? Xullas, endi rahmat aytishga borishimiz kerak. 4-oktyabrda akamizning tug'ilgan kunlari bo'ladi. Hali 1,5 oyga yaqin vaqt bor. Tayyorgarligingni ko'rib turaver, xo'pmi jonginam? Oydin og'iz juftlaguncha telefondan qisqa gudoq eshitildi. Butun dunyosi g'amga cho'kdi. Shunaqa bo'lishini bilardim. Endi bu vaziyatdan qanday chiqaman? Bormayman desam, hech kim majburlay olmaydi-ku. Yaxshisi, qo'lingdan kelganini qil, bormayman deb aytaman. Oydin Ra'no bergan qog'ozchani qidirib topdi. Raqam terib uzoq kutdi. Afsuski, Ra'no telefonini boshqa ko'tarmadi. 2-sentyabr kuni Oydin uchun haqiqiy baxtli kun bo'ldi. Endi u talaba. Oxirgi paradan so'ng yo'lakda unga o'qishga kirish haqidagi xushxabarni birinchi bo'lib aytgan o'sha uzun bo'yli yigitni ko'rib qoldi. Yonidan o'tarkan yigit unga xiyol jilmayib salom alik qildi va boshlab oldingizmi deb qisqagina hol so'ragan kishi bo'ldi. Qiz ohista bosh silkib unga mamnun jilmayib qo'ydi.